bolalar bog'chada. Biza bo'lsa xotin ertalabdan, to есть 11dan kiyinib, yasam-tusam qilib paltolarni kiydik. Chunki bolalar bilan palto kiyib bo'lmaydi. Sразу rasvo qilib tashlashadi. Chorniy luklarni qilib olib, svidaniyaga ketyapmiz. Erjon olib ketyaptilar. Hozir men zavtragam tayyorlamadim, obedam tayyorlamadim. Borib ovqatlanib kelamiz dedilar. O'tiramiz ketdik. Salkam 1 soat yo'l yuramiz. Inchonga yo'lga chiqdik. Yana o'sha o'zbek oshxonasiga va podkast eshitib ketyapmiz Germaniya haqida. Chunki meni jiyanim turmush o'rtog'i bilan Germaniyadan keldi. Xudo xolasa indinga уже indinga mehmonga chaqiramiz. Mehmonga chaqirganimda vlog olib qo'yishga harakat qilaman. Так что Germaniya haqida ham, Germaniya hayoti haqida ham ma'lumotlar ega bo'lib tayyorlanib olyapmiz. Jiyanim o'zbek, lekin o'zbekka turmushga chiqmagan. Ular Germaniyada topishib turmush qurishgan. Keyingi ma'lumotlarni ular kelishganda yana beraman, xudo xolasa. Va svidaniyamiz davom etadi. Mana Sergiliga ham yetib keldik. Ne, o'sha domlami? O'sha domlar. Keldik Inchon shahriga. Qorin rosa och tilagim bor. Sovqatib pechkalarni moshniy yoqtirib oldim. Isib ketib, mana luklarni ochib yuribmiz endi. Boshlab oldik. Pomidor bilan issiq non kelganda yeb oldik-da. Keyin anaqa olivye olaylik dadasi. Yangi yil-ku deb. Shunga bugun men erkatoyman. Aytgan narsalarimni olib beryaptilar mana. Yaxshi ekan dadasi. Menga go'shtli olivye yoqadi, kolbasali yoqmaydi. O'zimizni to'yda o'tirgandek his qilyapmiz. Nahorgi oshda o'tirgandek, mana osh kelib, do'lmachasi bor ekan, do'lma talash bo'ldi. Mayli, yarmi sizga, dadasi yarmi menga. Chiroyli qilib suzib olib kelib berishibdi mana. Shashlik ham keldi mana yoqda. Porchalari вообще katta ekan. Mana qarashimdan katta. Yemaysiz deb so'rab qoldilar. Keyin yo'q desam, doim sizdan ruxsat so'rashim kerak deydilar. Shirinliklar ham bor ekan mana. Paxlavalarni qaranglar, chiroyliligini, mana nima bo'lsa, nima pechenye qilaqadir. Napoleon bor ekan. Napoleon много katta. Desertga o'tdi endi navbat. Bo'ldi, boshqa ovqat yemaymiz bugun. Hamma narsani yedik dadasi. Bu kunni anaqa qilish uchun 3 kun diyet ushladik biz. Yeyish uchun, a? To'g'ri. Kecha oxirgi marta ovqatni soat 4:30 yeganmiz. To'yxonasini qaranglar mana. Vashi ko'pchilik ekan. Rahmat. Ko'pchiligiga joy qilingan ekan. O'natda muzikalar qo'yib, banket qilib. To'yimizni qilsak bo'lar ekan 8 yillik. Hadimi yana 2 yil sabr qilsak 10 yilligini qilamiz. Gilsep yuradimi? Xudo xolasa. Maqtdi, yubiley bo'ladi-da bu. Shunaqa gaplar. Ovqatlandik, yedik, ichdik, ketamiz. Вообще zo'r. Olmaylar akalar. Aylanamiz. Yuribmiz, boydan beri hamma joyda o'zbekcha и ruscha yozuvlar. Xuddi mana цветочная мастерская. Mana наши услуги распашки salonlarda. Hatto zargarlik do'koni ham bor ekan. Zolotoy vek. Kebab, mana Blau House-dan o'tib ketdik, hozir ancha lombard bor ekan.
Apteka deb o'rischada yozib qo'yishibdi. Yursak xuddi o'zimizni ko'chalarda yurgandek yuramiz. Bu yo'l emas, bu inchon. Уже har bitta shu Koreyadagi shaharlarda shunaqa. Ha, Margarita. Har bitta o'sha men aytmoqchi bo'lgan gapim, shaharlarda уже shunaqa esenga улицалар, pediatr, terapevt, lor, ortoped bor ekan. Даже doktorlar ham mana. Qo'yilmisizlar? Прием врачей бесплатно в субботу. Ты солнце, там солнце. Вот, бесплатно забирайте. Вешалку оставьте, пожалуйста. Ты посмотри, что это богча бар ekan. Церковь бар ekan. Корейский язык бар ekan. cherkovda tarkibiga kiradi. Da. Xullas baribir qoyil. Bunaqa paytda odam, bunaqa joyda odam bemalol o'zini hech qayerda chet elga ko'chmagandek his qilib yashasa bo'ladi-da. To'g'rimi? Bolachalar o'tib ketyapti oldimizdan. Ruscha gapirib. To'g'ri, lekin bunaqa rayonda uzoq qolib ketmaslik kerak, chunki bu yerda siz bu yerni jamiyatiga integrirovать qila olmaysiz, ya'ni integratsiya bo'lmaydi. Davlatda. Ha, bu yerda endi boshlang'ich, endi kelganida turish mumkin, lekin bu yerda uzoq qolib ketish yaxshi emas. Halol magazinni topib, o'zimizning impra choylar, test choylar, xullas O'zbekistonda nima bo'lsa hammasi bor. Bizda grechka qolmaganida o'shanga grechka olamiz. Keyin no'xat topsak, no'xat olaylik. Oshga no'xat ishlatarni qona malta bor ekan. Malina bor ekan. Uyda ham bor u. Faqat kasal bo'lganda yeylarmiz. Ha, shamol. Ko'p pul topsam, qo'shilab yeyman birdan, yaxshi. Yeyapsiz u hozir yig'sa turibdi. Yarimi. Da, hayda pripravalar bor ekan har xil. Tak, tuzlar, mana magilar. Roltonlargacha bor, qaranglar. Hamma narsalar bor, qurtlar bor. Voy, kurpa to'shalar bor ekan rostdan. Qo'yili. Mega kebab. Paxlavalari ham bor ekan. Sutlashlari bor ekan. Центр сдачи экзамена F4. Смена визы F4. Сантехника. Пусть ощущает себя как дома. Будто тихая чашка азербайджанского чая, совместная трапеза. Азербайджанский чай. Зайтун. Ресторан. Здесь турецкая кухня. Да и сам узбекчик не был. Bu yerda juda ko'p anaqalar, koreyslar, o'zi местный koreyslar menimcha ko'chib ketgan. Chunki ko'proq shu o'zimizda SNGdan kelganlar yashaydiganga o'xshaydi. Yo'lda bir 10 tacha o'zimizda qal'a ko'rganda bir haqiqiy nimalarni ko'rib qolyapmiz. Qalay ощущениялар? Zo'r. O'zbeklarimiz, o'zbekistonliklarimiz Markaziy Osiyodan Restoranlar ko'p ochishibdi. Ha, ko'paysin. Magazinda ham. Biz mana xaridorlari bo'lib yuraverdik. Mazza qilib. Farmoda somsalarni qarang. Hamma narsalarni topmaydi. Tandir somsalar, anaqa tandir nonlar ham bor ekan. O'zbekiston elbani chiqdi. Qo'yil. Voy, tutular qalaysizlar. Bo'ldi, safarimiz qaridi. Ketamiz endi. Mayda cho'ylar oldik, magazindan kirib, ovqatlandik, yurdik. Bir soatda bir soatcha yo'l bor, yana uyga yetib olamiz. Tugadi, siz ekansiz. Menga Rafael yozyaptilar. O'zingizga bekitim. O'zimga bitta o'zim yeyman Rafael. Yillarni. Короче, bu Chuchajang, ya'ni Parkovka davlatga qarashli ekan. Hayron bo'ldim, chunki o'tgan safar 3 soatdan ko'p qolib ketdi mashinamiz. Bitta $2 pul chiqdi. Hozir bilmayman qancha chiqadi. Hozir balki yana kamroq chiqar.
Lekin Seulda bundan qimmatroq chiqadi ancha. Lekin agar parkovka o'ziniki bo'lsa, buncha bepul ham chiqadi. Biz borgan ovqatlanadigan joyimizda o'zini parkovkasi yo'q ekan. Ko'ramiz qancha chiqqanini. Qancha? $1 chiqibdi. Qancha turibdi mashina? Mashinamiz 1,5 soat turibdi. ha 1,5 soat turibdi. Amerikanolarimizni oldik yo'ldan. To'xtab. Tegarkanmi? Tegmadimi? Tegdi. Voy.